olsangiz, ular yo'q deyish mumkin, boshqa ko'zda amaliyot karta plastik kartochkasi puli bo'lish kerak. Endi ba'zi odamlarda plastik kartochka bor, ba'zi odamlarda plastik kartochka yo'q. Plastik kartochka bizlarning jismoniy shaxsga, tashqari jismoniy shaxslarga 35 mingdan 50 minggacha plastik kartochka ochib berilgan banklarda. Endi aholiga qulaylik yaratish maqsadida To'rov bank tomonidan shu jismoniy shaxslarga plastik kartochka ochish 0 so'mdan, ya'ni tekinga berilibdi. Shuni e'lon qilishgan, tanish bilishinglar bor, boshqasi bor. Hozirgi kunda davlat ishlamaydigan ko'pida plastik kartochka yo'q. Shularga yetkazib qo'ysani, To'rov bankka kelib filiallarimiz bor, Qosonsoyda bor, Lolada bor, Chorsuda, Davlatobod tumanida filiallarimiz bor. O'shaga borib, bitta pasport kerak bo'ladi, xolos. Pasport bilan kelsa, plastik kartochka rasmiylashtirib, keyin unga pul so'ramoqchi bo'lsani ham uslugasi yo'q. Paynettiki bor, boshqa plastik kartalar bor, ularga tushiramizdan 1%, uslug oladi. Bunda uslugasi yo'q. Asosiy yetkazishimiz kerak bo'lgan element shu. O'shanga agar tanish bilishlar bo'lsa, bemalol jo'natib, mana shu yaratsanni bo'ldi o'zi bezovchi qilib plastik kartochka ochib beradi.